Haqiqiymi? Haqiqiymi? To'xtang. Bilarmidingiz? Dada o'qitgan. Bilarmidingiz? Tuyaqush. Tuyaqushlar dunyodagi eng yirik qush bo'lib, ularning bo'yi 207 metrgacha, vazni esa 150 kilogrammgacha yetishi mumkin. Ular soatiga 70 kilogrammgacha tezlikda yugura oladi. Tuyaqushlar 1,5 kilogramm keladigan dunyodagi eng katta tuxumni qo'yadi. Tuyaqushlarning 50 gradusgacha issiqdan 10 gradusgacha sovuqgacha bo'lgan haroratlari bardosh bera oladi. Tuyaqushlar yovvoyi tabiatda 40 yilgacha hayvon bog'larida esa 50 yilgacha yashashi mumkin. Mening ismim Jasmina. Magi safarida hayvonlar himoyachisiman. Mening asosiy vazifam deb o'zimni qo'shib ketdim, lekin unaqa emas. Mening ismim Johin Reyan. Magi safarida hayvonlar